bel va oyoq og'riqlari bilan kelgan bemorimizni bizni Instagram orqali qo'yib borayotgan video o'ziflarimizni hammasini uyushtirilgan deb o'ylar ekanlar, toki bizdan shifo topmagunlarcha. Bu yog'ini o'zlaridan eshitamiz. Men ismim Dilobar, Yangiyo'ldan keldim. Hozir ichimlikni gapirib beraman o'zi. Og'riqsiz yashashdan umidim uzuvdim-da. Kelganimda ham ishonmadim. O'zlari pul bilan odam bilan gapirtiryapti deb hozir ham ichimga sig'mayapti. Birinchi kunning o'zida belim og'rig'i shunday qoldi. Hozir mana Ha, rosa. qayerdan kelgan edingiz? Yangiyo'ldan keldim. Sizga o'xshagan bemorlar kelishini tavsiya qilasizmi, qilmaysizmi? Tavsiya qilaman. Hammaga aytyapman, yuringlar. O'zim taniganlarimga. Shifo bo'lsin ilohim. Rahmat sizlarga. Ilohim kasal Shanji ekan, o'zim shu kelib bildim. Mayli, yaxshi boring. Xudo xolisa Rahmat. ikkinchi kurslarga kutamiz. Xudo xolisa. Har doim shunaqa kulib yuring. Rahmat sizlarga. Sizlar ham shunaqa fikrda bo'lsanglar, bemalol skelet klinikasiga kelishinglar mumkin. Skeletda sizlarni kutamiz.